go'zallik baxsh etib umr bo'yiga, yetibdi yoshlik ham nihoyasiga, nishonlash sizga ham nasib etibdi, marhabo azizlar yoshlar to'yiga. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Uzoq yaqindan o'zining yaxshi niyatlari bilan mana shunday tantanali shodiyona kechamizga qadam ranjida aylagan baxtiyor insonlarimiz, xush kelibsizlar qadamingizga asanot. Bugungi shodiyonamiz fayzli kechamizning asosiy mehmonlari, chinakam qahramonlari deb topilgan davramizning shahzodasi, hurmatli yo'ldoshimiz Suhrobjon va uning yonidagi uzukka ko'z qo'ygan misol, yarashib turgan go'zal kelinchak Mohiraxon. Baxtli bo'lingizlar, topgan baxtingiz abadiy bo'lsin, to'ylaringiz muborak bo'lsin. Qarang kuyov yoningizda oq libosli farishta, erta turib uyingizni qilib qo'yar sarishta, ko'nglingizning bekasidir uyingiz malikasi, shu bugundan siznikidir otasining erkasi. Hurmatli yo'ldoshimiz va go'zal kelinchak, marhamat, o'tirib olingizlar, o'z o'rinlaringizni egallashingizni so'rab qolamiz. Hurmatli aziz do'stlar, qadrli mehmonlar, men mana shu 2 yoshlarga, hurmatli kelin-kuyovlarimizga shaxsan o'z nomimdan, qolaversa, mana shu kuyovtoramiz Suhrobjonning mana shunday lahzalarini o'chmas xotiralar bilan tarix zarvaraqlariga bir umrga muhrlab beradigan, nomi ketgan, ma'lum va mashhur bo'lgan Zamon Pro studiyasi nomidan, qolaversa, davramiz bezakchilari Xuroson nohiyasidan tashrif buyurgan Nasimjon akamiz nomidan yana bir bora xushovoz san'atkor, taniqli ijodkor, xalqimizning, elimizning mana shunday yaxshi kunlarida o'zining qadrli qimmatli vaqtini ayamay xizmat ko'rsatib kelayotgan Yusufjon Sulaymonov nomidan sizlarga bitmas tuganmas baxtlar tilab qolamiz. Keling endi aziz do'stlar, so'zimni muxtasar qilgan holda navbatni kuy-navolarga beramiz va mana shu yerga yig'ilgan barcha mehmon mezbonlarni davramizga chiroyli kuy raqslarga chorlab qolamiz. Tinglang, tinglang chertadi tor, siz uchun ajoyib qo'shiqlari bor, Yusufjon Sulaymonov kuylaydi. Marhamat. Rahmat, sog' bo'ling, yoshlar va hurmatli qo'shiqlar.